Barchaga salom o'rtoqlar. Mening ismim Ussuvoy. Bugungi videorolikda mini market yasashimiz kerak bo'ladi. Qaramasam biz tashqariga chiqdik. Tashqaridan qandaydir ovoz kelyapti. Eshikni yopamiz va bu yerda qanaqa qo'ylar, bu kimni qo'ylari bo'lishi mumkin. Lekin kimni qo'yi bilmadim-u, biz ularni hammasini o'ldirib, chopib tashlashimiz kerak bo'ladi. Chunki ularning o'rniga bizning mini super marketimiz bo'lishi kerak. Qani bo'lsam ularni chopishni boshladik. Bu qishloqqa esa tomda yuraveradi. Unga e'tibor bermaymiz. Mana biz yarmini chopib oldik. Endi buni to'siqlarni olib tashlasak bo'ldi. Mana biz to'siqlarni ham olib bo'ldik. Endi bo'lsa ularni devorni bir chetdan boshlaymiz. Bu qishloqqa esa hali ham tomda yuraveradi. Unga yana e'tibor bermaymiz. Lekin bugun yomon boshim og'riyapti. Bugun nimagadir havo qorong'i nimadir bo'ldi. Chunki meni boshim yomon og'riyapti. Bu o'yinni devorni bitkizib olamiz. Shu kunlarda YouTube'ga ancha qiziqishim so'ngan. YouTube'ga video qo'ysam ham normalniy prosmotr olmayapti. Kechalari bilan montaj qilib chiqaman. Uyqu yo'q umuman. Bu magazinni esa bitirishga yana harakat qilib ko'raman. Bu magazinni bitishiga ko'zim qiymayapti, lekin bitkizishga harakat qilaman. Chunki hozir menda narsalar yo'q. Bu yoqdan qandaydir ovoz chiqib kelyapti, bir aylanib kelayotgan. Belada jitillardan boshqa hech narsa yo'q. Ko'zimga hech narsa ko'rinmayapti. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bu uyda ham hech kim yo'q. Давайте bu uydan ketdik, surdi beda. Beda ham hech kim yo'q. Jitillardan bo'lak. Jitillar yana va yana jitillar. Bu yerda ham jitil. Bugun nimagadir umuman boshim og'rib, nimagadir boshqacha kun bo'ldi. Bu do'konimiz shundan iborat bo'lsa kerak. Yana ertalabdan kun yaxshi bo'lsa, bu do'konni bitkizib YouTube kanalimga joylayman. Bu jitilsa nima qilyapti? Jitil nima qilyapsan? Yo, o'zim. Men seni kutib turgandim, bir narsa kerak edi. Bo'ldi. Videolar qiziq bo'lgan bo'lsa, hozir like bosib, obuna bo'lib qo'shishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Ussuvoy Craft. Barchaga xayr, sog' bo'linglar.